2026-yilga bizlar mana bunaqa chiroyli bitta nabor polniy yasaganmiz, tuzganmiz. Bu yerda tug'ruqxona uchun nimalar xarid qilish kerak bo'lgan polniy spiska naborlar. Ichida nimalar bor, nima kerak bo'ladi, hammasi yozilgan va bu yerda qarang, hammasi detalli yozilgan. Onalar uchun, bolalar uchun gigiyena mahsulotlari va aksessuarlar ham hattoki detalli hammasi yozib chiqilgan. Bu uchun bizlarga hozir shu atdelda savdo qiladigan opamiz yordam berishib yuboradilar. Polniy narsalar bo'yicha, chunki bularni hammasini men joyini qayerda bilaman, bu yerda terib qo'yganlar. Ba'zilarini nomi bilan ham bilmasligim mumkin. Xo'p. Boshladik. Birinchi narsa spiskamizda plyonkacha. Biz ham bunaqa keyin aytib o'taman, set sumka bilan teramiz. Sumkani ichida esa polni o'z narsa bilan to'ldiramiz. Polni hamma narsalar bilan bu sumkasi ikkita bo'ladi va 3-mayda sumkachasi bo'ladi. U dokumentlar uchun ana unaqa bo'ladi-ku, obmenniy karta nimalardir, shunaqa dokumentlar uchun kerak bo'ladi, sumkachasi ham bor. Birinchi narsamiz plyonka kerak. Xo'p. Plyonkacha buni olib qo'yib kerak. Ikkita plyonkacha bizlarda mana bu plyonkachalarimizni narxi bilan aytib o'taman birdaniga hammasidan. Qaranglar. Bu plyonkalar hebelisi bo'ladi. Chetlari bu kantiksiz emas. Kantik. Chetlari kantikvisi va narxi 45 ming so'm va 55 ming so'm. Ikki xilidan bor. Mana bu o'zi palasasi kattasi, palasasi melkisidan bor. 45. Keyingisi podkuznik yozilgan. Bizlarda baby stil podkuzniklari qo'yilgan. Ichida esa bularni xo'p 18 ta dona bo'ladi. Bu 3 ming nima yozilgan bilmayman. Qarchi eng maydasi aynan rodonga birinchi tug'ilgandan keyin kerak bo'ladigan razmer aynan shu. Narxi 55 ming so'm. Raspashonka ichki ko'ylakcha. Xo'p, raspashonka ichki ko'ylakcha mana bu bo'ladi. Raspashonka ichki ko'ylakchasiga mana bunaqa raspashonchasi bo'ladi, ichki ko'ylakchasi aynan shu bo'ladi. Bu xebe matodan bo'lib, farzandingiz tug'ilgandan keyin uje aynan kerakli narsa nimaga deganda material xebe, gipoallergenli va bolaga allergiya tug'dirmaydigan va yumshoqgina matodan bo'ladi. Donaga sotiladi, narxi 15 ming so'mdan. Slip yopiq. Slip yopiq. Mana bu slipcha bo'ladi. Bu slipchasi mana. Mana bunaqa narsa bo'ladi slipchasi. Ollari o'sha qirsakchalik bo'ladi, slipcha. Buni narxi 15 ming so'm. Xo'sh. Slipchasini ham berib qo'yamiz. Keyingisi antikolik, mana antikolik belbog'. Mana bu belbog' eng kerakli narsa bo'ladi farzandingizga. Sababi, men sizga buni ichini bilan ko'rsataman. Narxiga eng arziydigan narsalardan bittasi. Farzandingiz qorni dam bo'lmasligi uchun, shtob ko'p yig'lamasligi uchun kerakli bo'lgan narsa. Chista xebe material, gipoallergen, antibakterial bo'ladi. Mana bunaqa antikolik mana. Oldida bunaqa neobычный risunkachasi bilan birgalikda. Buni ranglari har xil bo'ladi. Matosi yumshoq xebe bo'ladi. Ichida esa mana bu yerda antikolikni mana. Buni ichida xo'p, adashmasam qanaqadir donak bo'ladi bu. Ha? Bular ham mag'zi donasi. Ha. Olchaning donagi bo'ladi. Olchaning donagi ichiga solingan bo'ladi. Ya'ni olchaning donagi va mana buni ichiga qo'yilgan bo'ladi. Bu antikolik bo'ladi aynan shu uchun ham. Shtob farzandingizning qorni dam bo'lmasligi uchun, ko'p yig'lamasligi uchun juda ham kerakli bo'lgan narsa. Buni обязательно olinglar. Aynan shunaqa set olayotganingizda обязательно shu narsadan sotib oling, chunki kerakli bo'ladigan narsa. Siz onalar zih bo'lmaydigan narsada, onalarni zih qilmaydigan narsa. Buni narxi esa attiga 168 ming so'm bo'ladi. Bu turetskisi, sifati yaxshisi bo'ladi. Turetskiy sifati yaxshisi. Xo'sh, antikoliki. Buni ham soldik. Keyingisi pinetkasi yumshoq tuflicha. Bu aynan rodomda kerak bo'ladigan narsa, chunki mana bu boyagi naborchamiz bilan kiygiziladigan narsa, oyoq kiyimcha bo'ladi. Sababi o'sha chiroyli vid ko'rinishi uchun ham boyagidek aytganimdagidek. Xo'sh. Keyingisi spiska bo'yicha pinetkani oldik. Chepchik, shapkacha. Shapkacha men sizga ko'rsataman. Shapkachasi mana bunaqa alohida olsangiz ham bo'ladi, maydachasidan. Bunaqa bu xebelisi, yana boshqacha shapkachalar ham bor. Mana bu yerda terilgan, mana bunaqalari davom bor. Mana bu variantlardan bor. Buni keyingi, mana bu shapkachalardan ham bor. Narxlar bilan hammasi yozilgan. Euro 5 ming har xil. Bu shapkachaning narxi esa 15 ming edimi? 15 ming so'm mana bu shapkachasini o'zi bo'ladi. Xo'p, bu lekin yana bundan tashqari boyagi solgan naborimizni ham ichida bor. Ya'ni alohida olsangiz kerakli bo'ladigan narsa, chunki bolaga baribir gipoallergenli bo'lish kerak. Bitta narsani yangi tug'ilgan chaqaloqqa 2-3 kun kiygizmang. 1 kun maksimalni kiygizsangiz 1 kun. Bo'lmasa o'shani ham almashtiring ko'proq. Sababi bolaga tanasi hali yangi tug'ilgan chaqaloqniki nozukkina bo'ladi. Har xil narsalarni o'ziga birdan oladi. Shu uchun ham bolangizga, farzandingizga aynan narsalarni tezroq almashtirib tursangiz foydali. Xo'sh, buni ham ichiga qo'yamiz. Keyingi narsamiz plyonka yozilgan. Mana bu plyonka bo'ladi. Bu plyonkani Xitoyniki sifati yaxshisi. Narxi 15 ming so'm bo'lyapti. Razmeri ham yaxshigina, bolaga aynan to'g'ri keladigan. Buni qiz bolalarga, o'g'il bolalarga moslashtirib olishingiz mumkin ranglari bilan. Mana bu ko'k rangdagisi baliqchalar bilan qilingani. Narxi 15 ming so'm. Xo'p, buni ham solamiz. Plyonka. Xo'sh. Keyingisi konvert bizlarda spiskamizda. Mana bu konvertcha bo'ladi. Roddomdan olib chiqishga bu aynan o'sha boyagidek aytganimdagidek roddomdan olib chiqish uchun konvert kerak bo'ladi. Konvert xohlasangiz korзина. Bizlarda spiskamizda ikki xil narsa yozilgan. Konvert ham, korзина ham yozilgan. Bu по выбору. Xohlasangiz konvert olasiz, xohlasangiz korзина olasiz. Konvert lekin udobniroq, chunki qo'lda shundoq ushlaysiz. A korзина esa korзина bundoq ushlab tepasidan, yana tagidan ham ushlab turasiz. Unga qaraganda mana bu konvert udobniroq chiqadi va material ham xebe bo'ladi. Bularni bel qismi, bel bog'chasi bo'ladi, bantik bilan juda ham chiroyli, udobni bog'lash uchun. Turetskisi ham bor, o'zimizdagilari ham bor bularni. Mana bu o'z Turkiyaniki sifati yaxshisi, narxi esa 400 ming so'm bo'lyapti. Bu turetskiy sifati yaxshisi Bebella firmasidan.
Bebeola firmasidan Turkiyaniki sifati yaxshisi bu. Xo'p, buni ham bu yerga olib qo'yib turamiz. Bu chunki o'zi bizlarga ikkinchi setka. Komplet. Bolani Xo'p, plet bu обязательно lekin roddomga kerak. Sababi farzandingizni privivkaga aynan o'sha paytiga bu xonadan u xonaga, u xonadan bu xonaga olib o'tishga juda ham kerakli bo'ladigan narsa. Farzandingizga o'rab o'tasiz baribirsiz. Mana bu narsa esa plet. Buni keyingi ham ishlata olasiz. Bu sifatlisi chunki prostoydan bermayapmiz bir martaligidan. Bu yaxshisi o'sha keraklisi. Buni keyingi ham ishlatasiz va roddomni ichiga ham va roddomni olib chiqishayotganda ham ishlatsangiz bo'laveradi. Narxi 285 ming so'm. Bebelina firmasidan Turkiya mahsuloti, gipoallergenli mato bo'ladi bular. Buni mana bu yerga bundoqsiga qo'yamiz. Mana bu yerga qo'ysak bo'ladi. Xo'sh. Sumkamiz anchagina to'lib qoldi, ko'rayotganingizdek. Keyingisi mana nastochki bo'ladi, paypoq yozilgan, paypoqchalar bo'ladi spiskamizda keyingisi. Xo'p, paypoqchalarning har xili bor, turlari har xil, korobishni bo'ladi, mana bunaqasi bo'ladi. Mana bu varianti hozir ham brendvich, ham yabishni matosi ham yumshoq HB matochi bo'ladi. Pachkasida esa 3 ta dona bo'ladi. Bu aynan roddomga kerak bo'ladigan shtukda bu yerda qilingan. Yanada keyingi roddom olib chiqishga va olib chiqayotganingizda va uyni ichiga kiygizishga yana ko'proq olishingizni tavsiya etamiz. Sababi buni almashtirib turishingiz kerak farzandingizni shtok allergiya bermasligi uchun. Bitta narsani ko'proq kiygizmang. Bitta narsani kam kiygizing, lekin ko'p almashtiring bu narsani. Sababi farzandingiz o'shanda sog'lom o'sadi. Xo'p, keyingisi yana komplet. bizlarda endi komplektcha mana bunaqa nabor bo'ladi. Narxi 50 ming so'm. Buni ichida polni ko'ylakchasi, shapkachasi, ishtonchasi, bu polni komplektcha nabor bo'ladi. HB matoli. Bu ya'niki qanday? Roddomni o'ziga kiygizib shundoq qo'yayotgan paytingizda kerak bo'ladi. Bunaqa komplektdan ko'proq olishni tavsiya etaman. Uyning ichiga ham kerak bo'ladi sizga. Sababi uyning ichiga bu narsasiz bo'lmaydi. Shu narsa aynan примерно 1 oyligigacha yaxshi kerakli bo'ladigan narsa. Farzandingiz chunki baribir 1 oyligigacha sizga ko'p narsa almashtirasiz va aynan bu narsa tez kir bo'lsa ham yuvish ham oson. Bitta yuvasiz, chayib qo'yasiz, qo'lingiz bilan yana kiygizaverasiz. Udobli narsa, kerakli narsa. Narxi 50 ming so'm. Xo'sh. Keyingisi, xo'p, body bo'lyapti. Bizlarda bodycha, mana bunaqa bodychamiz bor. Mana bodycha. Bu roddomda ham yaxshi. Aynan yoz paytida o'zi qulay narsa. O'zini kiygizib shundoq qo'ysangiz ham bo'ladi pamperscha bilan. Narxi 75 ming so'mligi. Bu turetskisi chunki firmasi Karamel firmacha, yumshoq HB matodan. Ko'rib turibsizki, yozlik bu. Mana bu teshikchalari ham bor mana bu yerda hattoki. Shu farzandingizni terlatib, isib ketmasligi uchun ham qulayligini ta'minlashga bu shunaqa variantdan. Xo'p, buni ham bu tomoniga solamiz. Xo'sh. Keyingisi yostiqcha. Yostiq yozilgan. Yostiqchani har xili bor. Narxi 10 minglik, 15 minglik, 20 mingliklari bor. Sizga tavsiya etmayman. Sababi farzandingizni bilaman, siz sog'lom o'stirishni yaxshi ko'rasiz. Sizga sog'lom o'ssa yaxshiroq bo'ladi albatta. Mana bu hozir nimachamiz, yostiqchamiz. Bu turetskisidan. Yostiqchamiz turetskisi. Buni nimasi bor desangiz agar, mana bunaqa korobkachaning ichida va matosi aynan bu ana unaqa deyiladi-ku, nima deyilardi? Ortopedический va farzandingizni boshini to'g'ri rivojlantiradi. Tam bu tomoni ozgina bundoq kirgan ichkariga, va o'rtachasi ham kirgan qilib ishlangan. Juda ham chiroyli. Keyin material yumshoqgina, boshni terlatmaydigan, havo o'tkazadigan gipoallergenli matodan qilingan. Narxi esa atiga 99 ming so'm mana. Keyingi narsamiz bizlarda уже salfetka yozilgan. Salfetka bizlarga ham suxoy salfetka kerak bo'ladi, rulonoviy. Bu onalar uchun ham kerak, bolalar uchun ham kerak roddomni ichiga. Va влажный salfetka albatta. Влажный salfetka ham обязательно kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun mana bu narsalarni olishingiz shart. Bizlarni keyingi spiskamız hozir bolalar uchun kerakli narsalarni, polni mana bu qismlari, kiyimlari, polni detalni yopildi, уже bo'ldi hammasi, keraklilarni soldik hammasini. Endi esa bizlarda gigiyena va aksessuarlar qoldi. Qaranglar, bizlarning do'konimizda hozirgi paytda gigiyenik mahsulotlar, parfyumeriyalar endilikda do'konimizda tashkil qilingani uchun hammasi ham o'zi to'liq holda yo'q, lekin maksimal eng kerakli A kategoriya bo'ladi-ku, ya'ni srochniy zarur bo'ladigan va kerakli bo'ladiganlar. Birinchi sumkamiz mana bunaqa maydaroq sumka bo'ladi. Buni ichiga polni parfyumeriya, gigiyenik mahsulotlarni solamiz. Xo'p, bu sumkaga va boshladik. Birinchi bizlarda persipka bo'ladi. Persipka обязательно kerak. Bu Johnson's Baby brendidan ishlab chiqarilgan sifatlisi bo'ladi va prostoychasi emas, aynan farzandingizga yaxshi keraklisidan. Narxi 20 ming so'm. Bizlarga albatta masla kerak bo'ladi. Maslasi esa mana bunaqa Johnson's Baby brendidan. Buni har xil nimasligisini olishingiz mumkin. Kattalik o'lchamdagisini, ya'ni maydarog'i ham bor, kattarog'i ham bor, o'rta razmerdagisi ham bor. Keyingisi sovun bo'lyapti bizlarda. Sovundan Johnson's Baby albatta buni ham sovunni tanlaymiz. Sababi hidsiz, har xil konsertlardan nimadir bo'ladi-ku, ana shunaqa narsalarsiz, allergiya bermaydigan, gipoallergeni hisoblanadigan, farzandingizga badaniga har xil toshmalarni ham toshtirmaydigan varianti aynan shu bo'ladi. Johnson's Baby'niki. Narxi 18 ming so'm sovunchasi. Shampun bizlarda spiskamizda. Shampunni ham Johnson's Baby brendidan tanlaganmiz. Buni har xili bor, ranglari, nimalari har xil modellar bo'ladi va bu shampunimiz o'lchami ham har xil bo'ladi albatta. Shampuncha. Suyuq sovun, jidkay milo. Aynan shu narsa kerak. Sababi roddomda bunaqa narsa nima qo'l yuvish paytida topilmaydi ko'pincha onalarga ham va shu narsa kerak bo'ladi. Onalarning qo'l yuvish paytida va roddomning ichiga kerakli narsalardan bittasi. Shuning uchun ovoringlar o'zingiz bilan. Tish pasta, tish shotkalari xudo xolasa endilikda do'konimizga shu отдел tuzilgandan keyin keladi xudo xolasa. Pamperslari bor, soldik pampersni уже biza.
Bir martalik plyonka уже mana bunaqa variantida ham juda ham kerak bo'ladi. Olinglar, roddomga avizatsiyalar kerak. Keyin bo'lmasa sarson bo'lib yana uydagilaringizga aytasiz, menga ana shunaqa narsa olib keling deb. Buni narxi 43 ming so'm bo'lyapti. Quloq tozalagich, uchistka bizlarga kerak bo'ladigan narsa. Buni har xili bor do'konimizda. Tanlab model bilan olishingiz mumkin. Onalar uchun kerak bo'ladigan mahsulotlardan bittasi bu avizatsiyalar kerak bo'ladi. Bu roddomda после родов kerak bo'ladigan varianti. Aksessuarlariga o'tsak agar, shishacha, mana shishachasi bor, aynan. Bu butilkami shishacha? Ha, shishachasi. Buni grammi, milligrammi har xili bor. O'zingizga xohlaganingizni tanlab olasiz. Kattaroq, maydaroq, bu o'rta razmerdagisi va eng keraklisi. Sababi mana bu razmer keyin roddomdan keyin ham uyga olib kelganingizdan keyin farzandingizni ishlatsangiz bo'ladi. Xohlasangiz mana bunaqa kattaroqlari bor. Bu modelimizning narxi 25 ming so'm. Bu shishalisi, plastmassa emas. Plastmassalisi bilasiz, issiqroq narsa solsangiz agar, u baribir plastmassa o'zidan kimyoviy moddalarni chiqarishi mumkin. Bu shisha. Shuning uchun bu sifatli va yaxshirog'i. Tavsiya etaman, roddomga birinchi martaga shishalikni oling. Mana bu kattaroqlari ham bor xohlasangiz. Buni har xillari bor. Buni ko'rsatib o'tyapman shunchakiga. Xo'p. Mana bu alohida nimalari va aspiratori ham bor bu modelning ichida bo'ladi birdan. Mana bu mishkachalik dizaynda. Xitoyniki. Bu ham shishami damlash? Ha, shishalik. Usti оболочкасы esa plastmassa qilingan, ichi shisha qilingan shishalik. Narxi 100 ming so'm. Bu уже sifatlisi. Xo'p, buni olib qo'yamiz. Bu kerak emas hozircha bizlarga. Termometr aptekadan sotib olasiz hozircha u narsani ham. Держакчasi bor spiska bo'yicha. Mana bunaqa держакчasi, bu nima deyiladi? Soska держатель hamda soskasi bilan birgalikda modeli. Narxi 25 ming so'm. Keyingisi, salfetka, mana bunaqa salfetka aynan kerak bo'ladi bizlarga, bolalar uchun. Ya'ni bu salfetka qanaqa salfetka, nima desangiz agar, bu salfetka matoli salfetka. Bola, chaqaloqcha baribir agar qorni damaysa yoki bo'lmasa qorni slishkim to'yib ketsa, уже yegan ovqatini tashlashi ham mumkin. Shu paytda sizga kerak bo'ladi bu narsa. Agar влажный bilan artsangiz agar, влажный bilan уже shu yog'i biron zarar tegishi mumkin. Chunki u влажный salfetka. Suxoy bilan, mana bunaqa gipoallergen antibakterial bilan siz artib qo'ysangiz agar, aynan nima deydi? Aynan muddao deydimi? Aynan muddao. Allergiya bermaydi bu. Bu allergiya bermaydi. Yaxshisi-da, shuning uchun olinglar bu narsani. Narxi 70 ming. Spiskamimizdagi narsalar polностью qo'ydik, so'rg'ich, nima ushlashlarini qo'ydik. Xudo xolasa, faqat aksessuarlar mana bu yerda hammasi ko'p yozilgan, ya'niki ko'p nima. Keyingi ham kerak bo'ladiganlarni bilan birgalikda yozilgan. Bizlarda o'zi sizga polni birinchi martaga kerak bo'ladiganlar bu yerda soldik, tuzdik, ya'niki A kategoriya, birinchi sizga kerak bo'ladigan narsalarni. Xo'sh, undan tashqari bu yerda tuzgan narsalarimiz ichida mana bu yerda mana bu paketchasi aynan dokumentlarni solish uchun, обменный karta, pasport, prava-tex pasport, ya'ni nimalarni solishingiz uchun kerak bo'ladi albatta. Mashina desangiz prava-tex pasport. Xo'p, polni dokumentlaringizni aynan shuni ichiga solasiz, bezopasniy hamda o'z yoningizda bo'ladi, sumka bilan birgalikda. Bu sumkani ichiga solib qo'yamiz. Roddom sumkani o'zi esa 1, 2, 3 ta sumkani o'zi esa narxi 50 ming so'm bo'lyapti. Buni har xil bor. Xohlasangiz prozrachniy, bunaqa ichi ko'rinadigan, xohlasangiz u tepada ilingandek nimalisi bor, matvisi bor, ichi ko'rinmaydigani. Ya'ni ichim ko'rinmasin deyishni yaxshi ko'radiganlarga. Bu yerda roddomdan chiqarish uchun bizlar nabor ham yasaganmiz. Davomi, mana bu hozir o'sha kiyimchasi roddomdan kiygizib chiqarish uchun bu oppoqcha, bunaqalarning har xili bor. Do'konimizda mana bu yerda polni nabor, vыбор assortimentlar bilan terib qo'yganmiz. Tanlab olib ketasiz o'zingizga keraklisini. Biz bitta eng oddiy variantchasidan qo'yganmiz. Sababi har xil hashamatlar video bu yerda kerak emas. Sizga eng hadoviy variantni ko'rsatyapmiz. Keyingisi oyoq kiyimchasi pinyetkacha. Aynan shuni olishingiz kerak bo'ladi. Bu siz bo'lmaydi albatta. Vid fotosessiyaga chiroyli ko'rinmaydi. Mana bundan keyin olsangiz chiroyligina bo'ladi. Xo'sh, keyingisi esa bizlarda konvertchasi. Bu roddomdan chiqarish uchun 3 ta narsa komplekt nabor bo'ladi, aynan shular. Konvert, kiyimcha va oyoq kiyimcha. Bunisi esa aynan roddomga birinchi bo'lganda kerak bo'ladigan narsalar. Agarda sizga xuddi shunaqa roddom sumka yokida bo'lmasa sarpo roddomni olib chiqarishga, roddomdan keyingi chilla grezon, gavrabandonlarga kerak bo'lsa agar, buvilar uchun ham, onalar uchun ham farqi kimga kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Call centerdagi qizlar sizga polni podbor qilib berishadi. Naborni terib, dastavka onlayn buyurtib bersangiz ham bo'ladi albatta. Siz agar chet elda bo'lsangiz yoki bo'lmasa onalar, siz roddomga borishdan oldin uyingizdan o'zingiz chiqib bozorga kela olmasangiz, vaqtingiz bo'lmasa agar, mana shu roddom sumkalarimizni onlayn buyurtma berishingiz mumkin.